Ha mo'min aka, jim bo'lib qoldingiz. Erkak kishi gapiga javob berish kerak. Og'zidan chiqqan gapga javob berish kerak. Mana onam. Javob bering endi. Sen chuqurlashib ketib qolding-da o'sha kuni, chorsanmi? Qizim, tinchlikmi? Tinchlik emas. Men turib, sizning ishlari bor ekan. Nima gap, kuyov? Jahl ustida eslab qoldim-da. Jahl ustida? Oyog'ingizni urib olsangiz ham onamni eslaysiz, ovqatni yaxshi qilmasam ham onamni eslaysiz, ishi yurishmasa ham onamni eslaysiz. Mana onam sizga. Ha, kuyov? Menda ishingiz bormidi? Esladingizmi axir? Esladim. Ha, gapingizga javob bering-da. Endi bu san anaqa vaziyatda sal noqulay vaziyati kuyov bolam. Shunaqa, shunaqa. O'zi bilan shunaqa oilaviy shantaj. Lekin erkak kishi gapini o'ylab gapirish kerak. Javob bersa gapirish kerak. O'zidan o'zi har xil narsalarni varillash kerak emas. Dadasi? San jamatar, borda. O'nayda. Ye? Nima ko'rib? Tilga ehtiyot bo'ling.